Rana aytyapti-ku. Rana aytadi. Qizlarga uylanaman senga, seni yaxshi ko'raman degan gaplar aytilmayapti. Bo'ldi, dada aytaman shu qizlarga. Aytdi. Aytdingmi? Hozir chiqdik-ku dada, o'zimcha chiqaylik. Ha, aytdingmi? Hozir keldik-ku dada. Senga gapirganim yo'q, onangga aytyapman. Ha, bo'ldi. Aytaman deyapti-ku. Bu ham odam-ku, aytadi, mol emas-ku. Ko'ryapsanmi? Bitta xo'roz 40 ta tovuqni eplayapti. Sen bo'lsa eplab bitta sevgini ayta olmaysan. Bu xo'rozni 40 ta xotini bo'lgani bilan bitta ham qaynonasi yo'q-da. O'yle. Ha. Qushni qarang, boshimga nima qilib ketdi. Agar yana bir yil uylanmay yursang, ana shu qush qilgan ishni butun mahalla qiladi boshingga. Ha, Bo'ydoqbek. Hamsani eshagini oldi, qo'shni qishloqdan eshak kelibdi. O'shani haydab o'rdim. Shu eshakda aqli yetgan narsaga nimaga sana aqling yetmaydi, ha?